Assalomu alaykum jamoat. Bu uylantirganda adam yo'q desam, asla mana mushadi kelsin-da, ha? Endi xafa bo'lmay, bizda bir adam o'lsa, 4 adam qo'ydi degan gap bor. Mushu marhumning namoziga bir xafa bo'lmay turib olgan bo'lsanglar, biz namozga tushirib etsak. Xo'sh. Bo'ldi, avaronmanglar. Agar tug'inglar kelmasa, o'ltirib bersanglar mayli. O'ltirib tushirib qana, xo'sh. Nima qildi? Mojahan nima bo'lib ketdi? Marhumning namozini tushirildi desak, bu chavoqchilikda bu haqlar. Voy, sillim bilamsiz bu rahmatini? Ha? Gap qildingizmi? Kim dedingizmi? Men tanishtirib qo'yay. Bu yoq mening tog'am bo'ldi. İsmi Murat Xaqon. Bu tog'amning bunda ismlari nayt ko'p. Lekin umumlashgan ismi Mushika. Endi bu tog'am shu pog'ilga ko'z ochib, ta o'lib bu zambilga chiqib bo'lgan arliqda ota ani qarindoshlari uyoq tutulsin. Hatto bir jonliqmi, nas kerakmi, bir illik yuz bilan qarab boqqan yoki zig'irchilik yaxshi qilgan inson emas. Ammo nayt katta cho'ng o'tgan odam. Nurg'iyat ishlagan. Masalan, ko'tamichilar jamiyati, taxskaylar jamiyati, g'allatxo'rlar jamiyati, pishnixo'rlar jamiyati, tog'doshlar jamiyatiga jamiyat nurg'iyatida shu bosh muavin bo'lib ishlagan. Jiqanat tutgan. Ammo ustum tutlamış bir yilning oldida puti bosmas, qo'li tutmas, tili kelmas, topqini yeyolmas, kiyimini kiyolmas, yurtirib siyamni so'qilib doktorxona bo'lib qoldi. Endi bu doktorxona yetish jarayonida shu doktorlarningki yo'qlash haqqi, karvat haqqi, to'sha haqqi, garushka haqqi, xola haqqi, tozliq qog'oz haqqi degandek to'liq haqqidan bahramand bo'ldi. Uningdan sirat 5 qatim tekshirish natijasi 5 chiqadiganlik bechov haqqi. Sestralarning oshqozon og'risa, so'quvchini operatsiya qiladigan operatsiya haqqi. O'tki toshni otdiq deb jizgan otadigan doktorlarning haqqidan to'liq bahramand bo'lib, topgan tutgan mol dunyosini doktorlar to'liq topishib yutib, doktorxonaning karavotida o'lib qoldi. Endi ota-ona urug' tuqqanlari, maliko'lari kechib ketgachga doktorxonada o'zi bir yil jahondoshlik qilib ishning kunini ko'ribdi. Mana endi namozig'imi adam yo'q, yerlik bo'ladiganmi adam yo'q, jinoz ko'taradiganmi adam yo'q. Ilmi yaxshi guldek hurim baket, qo'limni kelishcha yuk tarab, oddiy bo'lsa ma jinozani yasab, appisini yerga tekizmay ekib baraman. Qanday qilamiz? Taqiqi bo'pti. Endi u 2 metr yerlikni o'zim yolg'iz ko'lab to'g'icha bu rahmat isitda buzilib qoladimi? Yo bir keynimda turib bir qaquzgun chiqib qo'yami? Bu tutulmasa. Apriyte. Assalomu alaykum. Voy, alaykum assalom. Salomat bo'libsizmi? Yaxshi. Bilasizmi, misolcha? Yaxshi. Turibsizmi bu yerda? Tug'izib qo'ydi. Kimda? Tag'am tug'izib qo'ydi. Tag'am? Voy, bu zambilga chiqib yetyapti bu odam. Iskam, hammamiz yotimiz, lekin ma'adam boshqacha yotdi. Bu qarasam birovdan yetib turib qo'llarini suzib shahon o'zira surib. Iskam, o'lib ketdi. O'lib ketdi? Ha. Hey. Munab qankam emas-ku. Shu. Tag'am, Munab qankam. Amin. Oxir o'libdi. Edem o'lib ketgan. Hujam. Amin. bu nima qilgani bu? Eshak o'lsa hali kerak. Hajat tutib deb o'ylab bo'lasiz kelib o'tsan ku. Ya ma edem hayotida o'lmaydigandek yashagan emasmi shu xo'sh chiqimda ishim kulib kirilib bir xil kulib ketib qoldi. Bo'ldi qilar. Men fikam jamoat dolab kelayman. Fikam, to'lg'an shu jamoat kimmidi? Bo'ldi.
ta'limga sen kelib qolding. O'zim yolg'iz so'rab kelib ketibdim. Xapolmay, ma 5-chi sinf yerlik bir apirish bilan bir undan qildi bir kun bitile. Shuna, kelatam, kela. Menma? Ha. Varis akşam men uyda bir sandık şuna bir yutki çıkmış benim g'arsizlik qildi. Azık jigilemay yuratim qaran. Men eslab bu o'lim kimmikan? Bak yo'lda biraylar uchrab qilibmish, munab qanqamni uyga yozilgan xat bir narsa qilyapti. Shuna qog'oz ketdi-da. Nima ekan bu? Uqmadim endi o'lib ketgandikan endi bir ilm bilim hisob kitoblar bo'lib qolsa shuningga bir berishlarni berib etgan. Ha. Inson vaqtgan. Do'st postlar azroq ko'ngil qildimi o'taka, ha? Acha. Voy. Nima? O'qamdan ota onasining musibat telegramasi. Musibat telegramasi? Ota onasining musibat telegramasi deydi. Ota onasi buni ular yaxshi emas-ku. Shu yaxshi bo'lganki o'limiga kelmay endi xatabadim deyman. O'lgandan ta'sir o'tida, muxtaqa. Nimishqi badang ilohim bundaq nijis bolani bu ofatni boqqicha baqsamchi bir kalini. El jamoat oldida ko'tiragi beshim yo'q. Ketib oldan qavringa mening to'kari yeshim yo'q. Sana bergen osh tuzni bersamchi bir yetimga rozi emas men sana bergen oppoq sutimga. Tuqqanim 6 bola, balam deyman 5'ini. Nazr qilib jamoatga men bermayman ishini. Voy bu nima yozibdi? Bu ota-onasi o'rgaymi-da? O'rgay emas, o'z ota-onasi. Lekin ma rahmat ish topilmasa, bekavo zirkib qolib qolsa, onasini dadisini onasini chiqib o'ynaydi. Ya Allah, kestim o'zim uydim xalqimga adamki bu. Oxirini o'qiyverayman. O'qiyapsan. Chiqimchilar jamiyatining ta'ziyat telegramasi. Nimchilar? Chiqimchilar jamiyatining. Odam sitib yashading, ko'tamichi taqsikash. Yurt maliga opatsan, oxir o'lding, tegib pas. Topolmagan keslingni daham bilan beqimchi, beshim yeding, oqibat ko'tamichi chiqimchi. Yitivog'in xotirjam, sana matam bizga to'y. O'lganiga muborak, so'zlamayli bo'ldi-qo'y. Hey. Erimdi chiqmaydi bu. Unda gap yo'q. Ha? Akila. Bu naqlishlari. Nega mana? Qo'ymichilar jamiyatining musibat telegramasi. Urug' tuqqan ya qo'shna bilmasdilla qo'yisan. Amaling ko'p qo'ymichi o'lgan chaqda to'yisan. Kirib ketgan do'zaxqa la'nat sana qo'ymichi, mushkunga qammasdan bo'lgan bo'lsang yaymichi. To'nimas kishi oldida amaldarman deb ketding, halol bilan haromni ayirmasdan yeb ketding. Ras yegan, madam ras yegan. Ras bek yegan madam. O'stirma deb yegan, cho'ktirma deb yegan, appirmi deb yegan, dappirmi deb yegan, o'yirmi deb yegan, yavirmi deb yegan. Ish qilib yeydiganlar ya bo'lsa oymay yegan edam ma. Hey. Bak eski olsam tağamcıman da meniki. Vayjon, endi tağıdan tağa yaxshi amamdan badang deb aka bu aka tağınızı maqtab ketmasangiz bo'ladi endi. Voy, bak. Mana baqara. Xulum qo'shna ipi mahallarininki musibat telegramasi angliq Qandaqkan? Angliqa. Qandaq? Ma yaxshim bormikan tag'amniki? Maka, qara. Azaldilla gipichon lekin o'zi chaqliq Uy ichida gipi o'tmas ayoliga bog'liq Kütemichi podaşlıkta bu dunyoga bog'liq Her yan çapsa ayoli qilmas ichi torliq Bixutluk deryasıga g'arq bo'lgan angliq Oqam. Dikkat qilmas kundi bir budu chiqsa uchiga. Nereden aldın demeydi ayaq chiqsa putiga. Zan qo'ymaydi paypaqsiz uchiq qolgan yo'tiga. Ochig'imi kelmaydi chiqib olsa ko'chiga. Yerib yalang'och ayolni xo'tin qilgan angliq Asal. Iri bar ayol turib sirtdan topar boshpana. Kezar o'ynab restoran, oshxona, mehmonxona. Tun nisbida go'kraydi ishq oldida santana. İşkeç mulayim külüp koyar yana, hürmetlep şu xotinni suyup koygan anlık Okan. Xotin aldım dep koyup sormaydı halini, sormaydı hiç kaçan öydi yok ki barını. Tapılsa üzdün erlik gurur cayını, mayıl kılar aşındak başka erler rayını, küllese öygüller bunu bilgin anlık Günah koymaz xotinga izlesen min kazını, aval üzen yandırmay tak söygünün şamını, Küllemezden xotinni tizginlemey rayını, bulga verme gururluk erkeklerinin namını, erlik abroy tehdidin çıkıp ketken anlık Belki sizin bana.
Her bir erkek xotinni cho'qim kunlab qo'yg'uliq. Hikmat qolgan ejdatdan dal mushu ish to'g'riliq. Chektin ochsa hamma ish bo'lur shundoq bo'g'iliq. Ozmaydigan inson yo'q, shu o'shar turg'uliq. Elvida shu vijdoni o'lab ketgan angliq er. Bilan nima ekan? Ha? Munofiqlar jamiyatning musibatligramisi. İbret olayli do'stlar, rahmatida gunohlik bizga tushgan medsan to'q yeydigan munofiq. İki alem keçirmez. Bundaklarının işine, hatta işte yemeğiydi münafıkның göşüne. Her kim öz ecri bilen halal yüzün işine, bundak işte her kaçan yemişindak beşine. Nima? Bakın. Hasadxo'rlar jamiyati, g'ayratxo'rlar jamiyati, pisliqxo'rlar jamiyati qatorliq jamiyatlarning birlashib evatgan ko'p qismli chatma ta'ziya qilganmisa. Koreyaning kinosi o'xshaydi mana. O'qiya. Buni dedim. Hasadxo'rni bo'lsa edi otqili, ya bo'lmasa palti bilan chapqili. Qanday qilay amalimiz yo'q do'stlarim. Buni degan tillab qo'sha qilib qili. Pisliqxo'rlar uxlamasdan hamisha taqtidu boshqalarga pisdina, el ishida pisliq fasad taqtib, ta o'lgicha sizni oshmas ishdina. Bu kişilerden rencimangli dostlarım, bundaklarının sapası yok, sılani yok, kanunu yok, ya ulağı düşküdek, şuna boğaç halkımızın hali yok. Ne mi kılımız vicdan birliği yaşamay, bundaklarga doktordu mu amal yok, depti. Ekile. Rasul kotamsın yalgan mı? Rasul kotma bana, bal. Dur. Ayal yaxşı yap kıldak can. Ayalınınki musibetliklenmesi deydi. Turkun ergi okşta erkekmekin depti ben. Bir ailede düşelmey tuzda ammo yepti men. Er kishi erdek bo'lmasa ayol yuzi yerken, Allah'ın ey halayık ayolni buzgan erken. Halal haram demestin yulup algandın, kutulgandın ben mi hoş şıklap koydum yalgandın. Senin kılgan işinden kötürerge yüzüm yok, hatırcam boldum endi mening başka sözüm yok. Sendek ergi tegmisem iri yokken demiti, karın yok deyim men bilen sen mi ertin rahmeti. Ahır tüküde hikayeler, ahırma jürkümlük dertli tüküde. Bu ataklık yetipek içimiz doğruluk hikayeler gelecekken. Ne? Bu dünya kapkan tükünün aşı okşaydı. Ya çıkam ya. Bekle. Muş çoğunulda, muş kız hamın doğraydı. Oğul tağın doğraydı dedi. Jıkkanmaz makisiyle bana jıkkanmaz he. Juqsımız juqa, hem de kan bir oğan eki. Juqa mı? O da sadaklı bez. Toqta. Bana juqsı olmaydı. Kaç. Sıkıldı şermerde kudur, esvadı kudur. Kaç. Mendrimi sıkılttın. Kaç. Yüzde çık, kaç. Kulkudan uyugu var. Kaç. Dalgıldan akla estirmen var. Kaç. Konuşturdu, kuyma. Kaç. Menimce siz bir jüyn ötün. Siz bir jüyn ötün siz. Siz de kılay bu? Biz sanav şüteyim ya. Sanav şüteyim, boz okutuydun özünüzle. Okutuydayım ha. Özünüz okutuydun. Köçep kalmışsın ha. Juq musun bu yine? Toqtiyaz gel. Toqtiyaz. Voy. Birinin pıraysı var. Vay men emas, ma taqimiz pıraydı da. Kömde söylep jürmez pırmam teki var. Voy. Tukam. Aldaq bo'lmabdi. Sen. İşte adamcha ay apırıp dal qilib bir kim bitile buzilib qolmasa. Sen. Muş afetinde bir işki bitirip tupraqni ısırıp qilamiz menda. Qanday qilamiz kamimda? Onun üstüge bunu kömep qo'ysak, işte söylep chiqib buni go'shni yevsa, mayaldiki jutki bütün işte muşunday ko'p ketsa andan. Voy, ras bo'lmaydi ketgan. Bu ishtimi biz ishlagan bilan ummunayt ittifoq yaxshi hayvoncha bu. Birisi bizni g'ajimaydi, ko'limaydi, chaqmaydi. To'g'ri. Hamda buni go'shini yeb, hamishli buzilib ketsa, yo'q bo'lmaydi, ishni buzmaydi, ishni buzmaydi. Boshqa amal topila. Men kallamga yana bir ish keldi aka. Deya. Bu osh ijiz, dum taqqis qilib, cho'jazarga apirib, taqtiradin tashvitli qaquzingni yeb bo'lsin-chu. Kam.
неме қылса қағаны бұзады. О қағы бағы өзі қап-қара болған біле көңілі оппақ шуы. Ма көңілді қағының көзін шоқымайды деген кеп бар. Әнді бұл мәрхұмның көрседі оны еп біспесе көзін шоқып қойсы қандай қылмас. Әнсі мұнда қылла, әдем жиып өтілген жолдың бізге көріп етілі әші өткен кешкелі көбіті. Қандай қылмақ сен, неме нейтін қылап кәм? Şu көмбесін деймін әнді. Әдем жиқ ұдырға yolға қойап қойсаң, бұның кесі аш адамның әмімізін жұқып келсе, бұш әмімеден мұшындекті боп келсе, қандай қылмас? Елі бізді бұнда адамның азмауыз кәм? Болды қылы. Hoca, қандай қыламыз. Қандай қиса қыла? Bunu bir anahtar da sakamaydı. Neyse. Болды. Meni yarım qo'yni qambaydiga o'xshaydi. Eng yaxshisi Üzemning yo'lini Üzem topay. Aka. Bu ne? Bu tağınız öldü dettiniz, on tırnıp gitti ya o. Fıkam, ilim obdan yetmedi. Maget almış edemez, işin mi komudu fıkam? Burun kıyğaları tövbe kılıp, numus kılıp kopar gitti. Hem de ölgenden keyin numusxonani paysaka o'ylab qolgan suvi. Endi günah üzemdik ya. Bu şu hünedik çalıp kaptı mı? Hünet çalıp qolibdi. Üstüne bağlap ki şu kopap gitti resmen. Mana bu kisini başını takat mısın? Mana kaçıp bir trep kılıyıp tire. Bunda kılın. Ha tutkam. Sen bak o. Eke. Hazır ciddi verip. İşlemizden bir tövütte eke. Ay yerginin çoğu koltuğuna küm bitimiz. Budak. Yaxshi adam deb maqtab ali uxtumay köbetib. Şunda kaydı var. O yaxşı adam demesek onun hayatını kıysak bulmaydı da. Ölgendeki yaxşı dem koymasın. Maqul. Ha, ras makina. Ma tağızın tuyuqsuz qoppaldan quyib algan kömep qo'ysak yine qubab ketmez. Aman var. İşlemsek var o. Çok yolu da. Dedim tek kusuk tekrar. Boyundu bağlar küme. Tütünü asmanka beşini yekler küm bitimiz kalmadı. Yaxshi aka, aytamadim. Vay.